Bugun o'zbek qaynonajonimga kabachkilardan rulet tayyorlaymiz. Qani ketdik. Ishimni birinchi bo'lib kabachkilarni qirg'ichdan o'tkazib olishdan boshladim. 3 ta tuxum bilan tuzni aralashtirib olib, ichiga 1 dona chesnokni maydalab, sirni qirg'ichdan o'tkazib, bir bog' zelinni to'g'rab, kabachki bilan aralashtirib oldim. Listni olib ustiga pergament qog'ozni to'shab, qog'ozni ustini ozgina yog'ladim. Tayyor bo'lgan masalliqlarni listga yoyib, tayyorlab pishirish uchun duxovkaga qo'ydim. Pishganidan keyin 5 daqiqaga sovitib, ustiga bitta prezident labnedan surtib chiqdim. Xohlaganlar o'rniga mayonez qo'shsa ham bo'ladi. Ichiga pomidor bodringlarni terib chiqib, ruletni o'rab oldim. Mana tayyor. Bismillah. Чесночный вообще zo'r chiqdi ta'mi. Ichini qaranglar.